8 noyabr. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, biz xudo xolasa 2025-yil 18 noyabrda xolodilnikka qo'yib qo'ygan mevalarimizni sizlarga ko'rsatishga qaror qildik. Do'stlar, shoptoldan boshlaymiz. Shoptoli eng erta pishanlardan biri. Lyuzelda 45 ming so'm sotilgan Belgiyada. Bu ham O'zbekiston sharoitiga zo'r moslashdi. Farg'ona viloyatida zo'r bo'ldi. Big Ben. Ko'pchilik Big Ben'da adashyapti. O'zimizda erta pishan shoptoli bor. Bu Big Ben emas, boshqa nav. Mana original Big Ben. Mana shu tepa tomoni tapalaq qop-qora bo'ladi do'stlar. Keyin Zodiac degan shoptolimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Zodiacni mana olib kelib ko'rsating. Mana shunaqa qizg'in bo'ladi. O'ta chiroyli bo'ladi to'ni. Bu Samanta. Bu mana o'sha uchi yumalag'i bu Ufa. Endi shoptoli Ufa. Bu Zodiac bilan pishyapti. Samanta, Ufa. Uchalasi ham zo'r narx bo'lyapti. Zodiacda ham ko'chatlari bor. Bog'lanaverasizlar do'stlar. Mana shoptolimiz ham yaxshi narx do'stlar. Ertaki narx. Xudo xolasa hamma shoptollarni biz xolodilnikka qo'yganmiz. Mana original donat bo'ladi do'stlar. Bir bog'dan 40 ming so'm, ikkinchi qo'lda 110 ming so'm sotilgan shoptoli shu bo'ladi. Videoni cho'zilib ketmaslik uchun tezroq tanishtirishga o'taman do'stlar. Glessa degan gilosimiz kalibratkasi +36 ga chiqdi. Bu degani 38 da ham qisman bor edi. Mana ularimiz Sweet Ariana bitta bandi kaltaroq bo'ladi, lekin holatlari zo'r bo'ldi do'stlar. SPC 342 degan gilosimiz ham bor. Mana bu gilosimiz Sweet Lawrence qop-qora bo'lgan gilos do'stlar. Dunyodagi eng birinchi pishan Ori Borsalino do'stlar. Mana bu Venderkotdan ham, Mikadodan ham, Makadodan ham juda erta pishadi. Xullas, kim mevalarni ko'rmoqchi bo'lsa, boqilayotgan bo'lsa, biz mevalarni xolodilnikka qo'yib qo'yganmiz. Noklar, Karmen, Mauzer, Abad Fitel juda ko'p bor. Hali ko'pini qo'yganimiz yo'q. Qisman mevalarni qo'yib video qilishga qaror qildik do'stlar. Ertaki, o'rtaki, kechki hududlarga qarab, xudo xolasa sifatli navda olib borib eksalaring, albatta rezultatga erishasizlar. Faqatgina nav tanlashni adashmanglar. Navni faqat sifatli ekinglar. Xudo xolasa daromadga zo'r bo'ladi qarashlaringga qarab. Sog' bo'lasizlar. Farg'ona Ali Bobon kanalini kuzatishda davom etamiz. Videolarga like bosamiz. Xudo xolasa keyingi videolarimizda boshqa navlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Omon bo'linglar.